Yaqinda Lionel Messi MLS'ni yondiryapti deya video chiqarganimdan hech qancha vaqt o'tmay uning azaliy raqibi bo'lgan Cristiano Ronaldo ham bizga, ya'ni menga o'zini eslatib qo'ydi. Cristiano Ronaldo Damak darvozasiga dubl qayd etdi. Umumiy faoliyatidagi 972 va 73-gollarni urdi. U 2022-yilda Saudiyaga tashrif buyurgan edi, ammo hech qanaqa rasmiy sovrinlari mavjud emas edi. U bugun buni uddaladi. U yangi Saudiya Arabistoni chempioni hisoblanadi. Aynan mana shu jamoani ortda qoldirgan holda. Cristiano Ronaldo Saudiya Pro Ligasining to'purariga aylandi. Aynan 35 ta gol bilan. 2022-yilda PSG safida chempion bo'lgan, yaxshi mavsum o'tkazgan Lionel Messi Argentina bilan mundialga borib sovrin bilan qaytgandi va yakunda oltin to'pga egalik qilgandi. Ana endi 2026-yil Cristiano Ronaldo Amerikada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga aynan Saudiya Pro Ligasi chempioni sifatida tashrif buyuradi. Va endi u Portugaliya milliy terma jamoasi bilan mundialda g'olib chiqadigan bo'lsa, mavsum yakunida oltin to'pni qo'lga kirita oladimi yoki yo'q? Albatta izohlarga yozib qol.